Do'stlar, sizlarga dag'i bir so'nggi жаңылык. Razokov shahrini sentralniy yo'li bilan tuz bosib chiqib kelsangizlar, Pozgaydan o'tgandan keyin Chimginning mostini oldidan o'ng qo'lga burilib, shu yo'l bilan tuz bosib kirib borsangizlar, o'ta cho'ng saroy 1 gektar yeri bilan bitbardi o'sloviyasi bilan sotiladi. Videomizda yanacha ko'rsangizlar, polni informatsiya berib ko'rsatib o'tamiz. Assalomu alaykum mekandoshlar, qutbandi kuningizlar bilan sizlar bilan men Qo'zi Boymurod. Buyursa sizlarga dag'i bir sun'iy jonliqda aytib ko'rsatib o'tamiz. Batkenskiy oblast Liliya rayoni Razokov shahrini Sho'rbuloqda kiraverishida shunday mana jangi qurilgan cho'ng saroy bitbardi o'sloviyasi bilan sotiladi. Videomizni yanacha ko'rsangizlar, polni informatsiya berib ko'rsatib o'tamiz. Agar sizlarga videomiz yoqsa, o'sha videoni do'stlaringizga podelitsiya qilib jo'natib qo'yishni unutmangizlar. Do'stlar, bismillahirrohmanirrohim deb sotilayotgan shu saroydan oldiga daha keldik. Ko'rib turganingizdek shu jangi qurilgan cho'ng saroy sotiladi. Bitbardi o'sloviyasi bilan. Ko'rib turganingizdek bu yoqda jangi solingan uydagi bor. Mal biznes qilamiz degan do'stlarimiz shu saroyni sotib olib kelib biznes qilsangizlar bo'ladi, o'ta o'ng'ay. Do'stlar, sizlarga shu saroyda so'non qilib ko'rsatib o'tamiz. Ko'rib turganingizdek shu saroyda uzunasi 50 metr. 25 metr 2 etaj, 25 metr 1 etaj bo'lib solingan. Ko'rib turganingizdek mashina baquvvat qilib solingan. Ko'rib turganingizdek bu saroyni sotib olgan odam bahozir kelib pod biznes yarmiga boshqa sex-pex ochib yarmiga mol firma qilsa bo'ladi. Har tomonlama qulay. Do'stlar, bu yoqda mana boya aytib o'tganimizdek mana chotga yangi solingan uylarigacha bor. Uy ichida hamma o'sloviyasi bor. Uy ichidagi kolичество komnatani aytib o'tirgan bo'lsak, общий to'rxona, plus oldida katta navislari bilan, ichida bitbardi o'sloviylari bor, pechkalari bilan. Bu yoq tomonda mana ko'rib turgandek katta uzun saroylarigacha bor. Bu saroylarni ham ko'rib turgandek uzunasi 50 metr, eni 11 metr bo'lib solingan. Yuqori tomondagi 2 etajligi 25 metr bo'lib solingan. Ko'rib turgandek 2 qavatlik, qish kunida issiqqina. Past tomondagi ko'rib turgandek 1 etajlik ayvon, uni ham uzunasi 25 metr bo'lib solingan. Do'stlar, boya aytib o'tganimizdek ko'rib turgandek yerlari ham katta, 1 gektar. Polnisda mana aylanasiga agrejina qilib, chotka qilib to'sib qo'yganlar. Bu yoq tomonda yoyitlargacha katta. Bu qo'rg'on sotib olib kelib, bu yoqda mana 300-400 qo'y, 40-50 qora poda qilib hozir bu yoqda boqib yursanglar bo'ladi. Hamma o'sloviyalar bor. Sizlarga dag'i bir so'nggi жаңылык. Bu saroydan oldinda shunday mana daraxtlarni chiroyli qilib ekib qo'yganlar. Bahozir kelgan odam daraxtlarning soyasi damni olib, plus mana chiroyli qilib iskivojlargacha chiqartirib qo'yganlar. 120 metrdan iskivoj qazdirib suv chiqarib qo'yganlar. Suvdan muammo yo'q, plus yeri yarimni chiroyli qilib har yili haydatib dehqonchilik qiladilar. Bahozir sizlar ham kelib dehqonchilik qilib огородlarni sug'orib yursanglar bo'ladi. Do'stlar, mana bu shul saroyi orqa jag'ida boya aytib o'tganimizdek mana shunday mana katta dehqonchilik qilamiz degan aka-ukalarimiz uchun tayyor yerlar ham bor. Hozirgi paytda chiroyli qilib mana haydatib qo'yganlar, yerlar dam olib yotibdi. Do'stlar, bismillahirrohmanirrohim deb kirib sizlarga mana saroy ichlarini ham o'ta so'non qilib ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Do'stlar, bu saroy ichi qo'lga rashot olingan. Ko'rib turganingizdek taglari ham mana tekis chotka, plus mana har 2 metrga chotka qilib stoykalardan qo'yib chiqqanlar. Qo'yxonaga rashot olib, bayvonning ichiga ko'rib turgandek mana past tomondan chiroyli qilib bir nimasi ikkita eshiklargacha qoldirganlar. Mana past tomoniga 400-500 ta qo'y ilitadi. Hozir kelib mol qo'ylarni qamab, boqib, semirtirib, aylantirib yursanglar bo'ladi. Do'stlar, dag'i bir bor aytib o'tamiz, Batkenskiy oblast Liliya rayoni Razokov shahrini Sho'rbuloqqa kiraverishida shunday mana cho'ng saroy 1 gektar yeri bilan bitbardi o'sloviyasi bilan sotiladi. Aqchasini kelishim borda deyaptilar, jazma oladigan odamlar bo'lsa arzon qilib kelishtirib beramiz dedilar. Qiziqqan aka-ukalarimiz shu videoni ostida xazoin nomerlarini yozib qoldiramiz. Chalib, suylashib, kelib, ko'rib, yaxsa sotib olsangizlar bo'ladi. Do'stlar, bu yoqda shunday mana 4 bo'lmoqlik jangi qurilgan uydagi bor. Ichlari bitbardi o'sloviyasi bor. Kelib kengira jashab, maldorda bag'ib jursangizlar bo'ladi. Bu yoq tomonda mana daraxtlari ham bor. Hozir kelib daraxtlarni sug'orib,
maza qilib mol-hol boqib yursanglar bo'ladi. Do'stlar, sizlarga bizning videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, ushul videoni astiga bir-birdan like bosib, ushul videoni saroy sotib olamiz, biznes qilamiz degan do'stlarimizga podresiya qilib jo'natib qo'yishni unutmangizlar. Videoni astiga kommentariyaga o'zingizlarda o'y fikrlaringizni yozib qoldirsangizlar bo'ladi. Ko'rganingizlar uchun cho'ng rahmat.